$1350 ga bitgan obyektimizga bitta baho berib qo'yinglar. Usta akamiz Shoruh aka tomonidan mana shu chiroyli obyektimiz $1350 ga bitkazib berilibdi. Uyingizni fasad qismini mana shu chiroyli arzon narxlarda remont qilmoqchimisiz? Aynan bu videomiz sizlar uchun. Sizlar bilan ko'rib chiqamiz nimalar qilingan bu obyektimizga, lekin narxi juda ham zo'r arzon narxga bitkazib berilgan. 1 kvadrat metri necha puldan bo'lgan, necha oylik jetki tranching bo'lgan, garantiyalar qancha, hozirda qaysi fasonlardan ko'proq urib beryapti. Polla hammasi haqida ma'lumot bo'ladi. Lekin usta akamizga telefon qilsangiz afsuslanmaysiz. Nimaga deysizlarmi? Chunki narxi juda ham zo'r, arzon narxlarda uyingizda remont qilib olsangiz bo'ladi. Xo'p, sizlar ko'p kutilmagan holda usta akamizni chaqiramiz, polni bizga ma'lumotlar beradilar. Shoruh aka keling qani aka. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimi Shoruh aka? Yaxshimisiz? Rahmat aka. Aka, remont yaxshi zo'r chiqdi lekin aka. Shunday aka. Xo'p, 1 kvadrat metri bizda necha puldan bo'ldi aka? Mana shu hovlimizni aka ohalikda tugatib berdik. Ohalikda tugagan bu. Ohalikda bu hozirda eng modada fason Kartamira fason. Kartamira fasonda bo'lgan. Slogi ham ko'proq 6 slogli fason. Bu fasonimizda aka 1 kvadrat metrini devor qismimiz tayyorligi uchun $9 dan qilib berganmiz. So'mga 110 mingdan. 110 ming. Uning ichida usta haqqi, travertin mahsulotlari, lisasi ichida bo'lyapti aka. O'sha zo'r, qaranglar. $9 dan bo'lyapti. So'mda deganlar uchun 110 ming so'm. Sal yaqinroq ko'rsatamiz, operator qaranglar, yaltirashini ko'ryapsizlarmi? Obsha 6 sloy bo'ladi. Polirovka, lak, jemchiqlargacha bo'ladi. Xo'p, necha kunda bitdi Shoruh aka bu obyektimiz? Bu hovlimiz aka 150 kvadrat joy. Bir haftadan oshdidan 10 kuncha vaqt ketdi. Bir haftalarda 10 kuncha. 10 kuncha atrofida ketibdi. Albatta aloqaga chiqasizlar. Xo'p, aka, boshdan sizga qancha zavq berish kerak chaqirgandan keyin? Endi ish kelishi bu ki boshlaganimizdan keyin 50% olinadi. 50% olinadi. Bu ham mana shu hovliga yetarlicha material zagotovka qilgan o'zimiz hisobdan. Gap yo'q. Xo'p, bitta bu tomonlarni ham ko'rsatib o'ramiz. Operator yaqinroq kelaverasiz, qaranglar. Bu tomoniga mana bunday patlar tashlab, ichini yonadigan qilib beribsiz, aka. Shuni ham podsvetga qo'yib chiqarib berdik. Xo'p, bu podsvetkani ham har xil rangda qilsa bo'ladi, to'g'rimi aka? Har xil ranglari bor aka buni ham. Lekin qaranglar, vahsha zo'rda. Sizlar sarson bo'lmaysizlar. Uyda egalari faqat pitani, yotoq joy qilib bersa bo'ldi. Shuni yotoq joy, endi mana bu faqat risumkalar dedi, mana bu bark. Barki adin. Bark mana bu arkasi adinni bo'ladi. Uni ham agar pulini bersa o'zimiz olib kelib ustanovka qilib ketaveramiz. Gap yo'q. Ovoragarchilik bo'lmaydi. Ha, shu pulini kelishsangiz agar, o'zingiz polni olib kelib, sotib olib, o'rnatib ham berasiz. To'g'rimi? Xo'p, agarda qarang Shoruh aka. Keyin menga mana shu barklari, shu mana bu tiyaga hammasi taqir tuqiradi. Bu birdan narxni aytingiz, necha pulga qilib beramiz aka? Aka, hamma narsasi tagiga hamma narsasi ichida bo'ladigan bo'lsa aka $10 dan $10 bo'ladi. So'mga 120 mingdan bo'ladi. 120 ming. Devor tayyor bo'lsa bo'ldi, hech narsa olib bermaydi. Hech narsa olib bermaydi. Yo'q. Shkaturka holatda bo'lsa, tamom, sizlar hech narsa olib bermaysizlar. Shunday kelib usta akamiz ishni boshlashadi. Xo'p, loy suvoqlik devorlar bo'lsa, qanday qilamiz? Loy suvoqli devorlar bo'lsa, uyingiz kafinniklilarini olib beradi. Fletchni kafinnikli robbi bilan tekslab tayyorlanadi aka. Sizlar unga pul olasizlarmi yo'q? Tortib berganlaringizga, kafinliklarga. Endi agar $10 dan bo'layotgan bo'lsa, aka olinmaydi. $9 dan bo'lsa qo'shiladi. $9 dan bo'lsa, o'sha olinadi, to'g'rimi? Devor holatiga qarab qo'shiladi-da. Zo'r ekan. Usta akamizga aloqaga chiqasizlar, endi kissalaringizni nimasiga qarab, hamma budjetiga qarab nima qilishadi. Lekin $10 dan bersangiz bosh og'risi yo'q ekanda. Shunday ham bosh og'risi. Ichida, aka, chiroyli qilib bitkazib berishadi. Necha puldan boshlab, necha pul tugayapti kvadratlar? Aka, kvadrat $8 dan $10 gacha bo'lyapti. $10 gacha bo'lyapti. Shunaqa. Xo'p, bitta bu tomonlarni ham ko'ramiz, ko'rib baho berasizlar. 8 dan 10 gacha ekan. Hozir bu bo'lmasa agar $10 desak ham eng oxirgi so'nggisidan ekan-da, aka. Shunday aka. Xo'p. Gullargacha chizib beribdilar. Usta akamiz trafaritdan, mablag'lardan ham berganmiz aka. Operatorimiz sal yaqinroq bilasiz, bitta ko'rsatib o'raylik obunachilarga. Mablag'larga chiroyli gullargacha chizib berganlar. Bu jetki mo'sh travinchim bo'ladi. Kir bo'lib qolsa, loy bo'lib qolsa, yuvib ishlatsa bo'ladi. Bemalol daji karchida yursa ham holatini yo'qotmaydi aka. Usta aka. Gap yo'q. Xo'p. 12 ta viloyat bo'yicha bemalol aloqa chiqsa bo'ladi. 12 ta viloyat bo'yicha. Tojikiston, Qirg'iziston bo'lsa-chi? Chetga ham. Bemalol. 5-6 yildan beri ishlaymiz aka. Usta akamizga aloqaga chiqasizlar. Tojikiston, Qirg'izistonga ham 5-6 yildan beri ishlaydi, lekin o'zi aslida necha yildan beri mana shu ishdasiz aka? Shu 10 yil oshdi, 10 yildan oshdi. Shunaqa. 10 yilda desak ham, usta akamizga aloqaga chiqadi, juda ham katta optga ega. Chiroyli qilib bitkazib beradilar. Garantiyalar necha yildan necha yilgacha bo'lyapti aka? Aka, garantiya kamida 10 yil garantiyasi bor. Kamida 10 yil. 10 yil garantiyasi. Bitta devorga 10 yil garantiya. Nimaga deysizlarmi? Bu jetki bo'ladi. Jetki deganimizda loy, chang, pang umuman ta'sir qilmaydi bu devorga. Yuvib ishlataverasizlar. Chunki endi 10 yil garantiya deganimiz sababi mana shu 10 yil oldin ham urib bergan joylarimizdan jalbi tushgan yo'q, hali turib beribdi. Ba'zi bizlar 5 yil oldin bitgan obyektlarni shunday borib bitta reklama qilishga borsak, bir xil turibdi-da, to'g'rimi? Xuddi bir
kecha ini bitkazgandan yo'q. Shunday nima chiqardik bir videosini. Da. Kanalimizda bor, kirib ko'rsalaringiz bo'ladi. Usta akamizga aloqaga chiqasizlar. Mana bugun sizlar bilan 1350 dollarga bitgan obyektni ko'rib chiqdik. Albatta bittadan like'larni aymaysizlar. Uyimda fasad qismini mana shu chiroyli arzon narxlarda remont qilaman desalaringiz agar bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Chiroyli narxlarda bitkazib beradilar. Usta aka, charchamang, zo'r chiqdi. Rahmat kattakon. Ishlaringizga omad. Rahmat o'zingizga ham.